Survarkavt oilasi 100 mingta bo'ldi. Assalomu alaykum qadrlilarim, do'stlarim, oilam. Bugun men uchun hayotimda o'zgacha kun. Sizlar meni qo'llab-quvvatladingiz, doim motivatsiya olishimga sababchi bo'ldingiz. Bilasizmi, bu oson bo'lmadi. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda hali tajribam ham yo'q. Hech kim e'tibor bermasa-da, yuragida sportga bo'lgan katta qiziqish bor yigitcha edim. Qilayotgan harakatlarim ba'zida o'xshamas, ba'zida odamlar ustimdan kulardi. Hattoki videoga olishga durust telefon ham topilmagan paytlar bo'lgan edi. Yaxshi eslayman, 1000 ta obunachi yig'ish uchun qancha uringan edim. Universitetga kirgach, ancha do'stlar, tanishlar orttirdim. Ulardan ba'zida internetdan yangi g'oyalar olishga harakat qildim. Auditoriyam kengayish esa baribir sust edi. Buning ustiga doim negativlar, ustimdan kuluvchilar doim topiladi. Lekin Rossiyaga qilgan safarimda dadajonimning va onajonimning menga qilgan katta yordamlari va qilgan duolari bergan motivatsiyalari sabab men sportda yanada mahkam tutdim. Boshlagan anjimana challenge'imni yanada kuch va qiziqish bilan bajardim. Bir video orqali siz yaqinlarimdan yordam so'rab chiqqan edim. Har bir qadamim, har bir ichki yutug'im siz tufayli aynan sizlar meni qilayotgan mehnatimni befarq qoldirmadingiz. Va deyarli unchalik uzoq bo'lmagan muddat ichida ajoyib, bilmadim unchalik katta emasdir, lekin erishdim. Survarkavt oilasi 100 mingta bo'ldi. Bu missiyani bajarishda menga kuch va ruhiyat bag'ishlab turgan barcha insonlarga rahmat aytmoqchiman. Men shu narsani isbotini topdimki, amallar niyatga bog'liq ekan. Doim inson niyatini samimiy qilib, sabablar ustida ishlar ekan, natijasi Allohga doim oson. Hammangizga cheksiz rahmatlar aytaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Aylantir. Oturmabdi o'zi. Qani o'qib ketdi-da.